Va bundan tashqari bizlarda ko'pgina argizda sun'iy idroq assistentlari, yordamchilari mavjud. Ya'ni bu degani e, hozir endi bularni beta darajada muayyan bir qismi e, qisqa vaqt ichida bozorga chiqariladi. Ya'ni jarayonlarga mana kerak bo'lgan assistentlar, ya'ni yordamchilar ma'lumotlarni to'plashga yoki argizdagi masalalarni yechishga yordam beradigan yoki arkeydda yordam beradigan assistentlarimiz ham mavjud. Ya'ni bular hammasi sekin sekin paydo bo'lmoqchi. Endi esa so'z navbatini bizlarga ko'rsatib berish uchun Konstantin akaga bermoqchiman. Yuriy akaga katta rahmat. Ular mana shu mavzuni iqir-chiqirlarigacha puxta o'rgangan mutaxassisimiz. Shunisiga batafsil tushuntirib beradi. Mana Data Explorer degan bizlarda ilovamiz bor va bu bizlarga veb xaritalariga qo'shilish imkoniyatini beradi va keyin esa bunga qaragan holda bizlar ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Mana jumladan bizlar mana ingliz tilida ko'rsatdik so'rovimizni. Barcha bu yerdagi gidroelektrik obyektlarni hammasini bizlarga ko'rsatib ber. Ya'ni yakuniy umumiy ya'ni ishlab chiqarish hajmini deb berdi va mana ma'lumotlarni hisoblab chiqib bizlarga ko'rsatdi. Va bu degani mana shu yirik til modeli ko'pgina tillar bilan ishlashi mumkin. Va bu yerda bizlar o'zbek tilida so'rovimizni kiritdik va buni Google yordamida bizlar hisobladik, tarjima qilib kiritdik bu yerga va bizlarni neyro tizimimiz bularni bari bilan matni tushundi, o'zi ham tarjima qilib, mana bizlarga natijani ko'rsatib berdi. Keyin esa bizlarga ko'rsatib ber degan narsani yordam berdi va bundagi mana Sirdaryoda keltirilgan barcha mana shu suv to'siqlarini ko'rsatib berdi va bizlarga ko'rsatib beradi qaysi mana shu so'rovlar amalga oshirilishini va bizlarga tez statistik ma'lumotlarni ko'rsatib berdi va albatta hozir bundan tashqari mana beta versiyasi bu va bu bizlarga albatta meni ma'lumotlarimga ulashishga yordam beradi va men bularni o'zim ko'rsak bo'ladi. Mana bir nechta tilda bu sinovdan o'tgan mana hududiy savol javoblar, statistik ma'lumotlar, ya'ni bu yirik model hamma narsani o'zi qamrab ola oladi. Bu bilan mana xaritalar bilan ishlashni biladi demoqchiman va natijalarni ko'rsatadi. Balki 1-2 yillarda mana Yuriy to'g'ri aytdi, balki u darhaqiqat yaxshi bir to'laqonli bir asbobga aylanib bizlarni foydalanuvchilarimiz o'zini mana shu portallardan yaratib bemalol foydalanish mumkinligini anglatadi va keyin esa bu yerda 3D konstruktor bo'ladi.